Qodirxon Togri Yo'l serialining 10 mavsum 60 qismi 2025 yil 12 dekabr kuni soat 18:10 da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi tomoshabinlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu sana voqealar rivojining tabiiy markaziga aylangan bo'lib, epizodning umumiy kayfiyatini yanada kuchaytiradi. Serialning asosiy kuchi undagi hayotiylik va ma'naviy izlanishlar tasviri. Har bir burilish voqealar ketma-ketligini yanada ta'sirchan qiladi, qahramonlarning qarorlari esa oz mantiqiy o'rniga ega. Ayniqsa insonning to'g'ri yo'lni tanlash jarayoni ortidagi ichki kurash halol va ishonarli tarzda ko'rsatilgani bilan ajralib turadi. 60-qismda keskin dialoglar, kutilmagan ma'lumotlar va qahramonlar taqdiriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim qadamlar kutilyapti. Serial yana bir bor o'zining yuqori sifatli sahnalashtiruvi, xarakterlar chuqurligi va tomoshabinga bo'lgan hurmatini namoyish etadi.